Assalomu alaykum. Bugun siz bilan dunyoning eng romantik shahri Parijga sayohat qilamiz. Ammo bu shahar faqat Eyfel minorasi va kruassanlar haqida emas. Parijda sizni hayratga soladigan, hatto biroz g'alati faktlar bilan tanishtiramiz. Parij Fransiyaning eng katta shahri emas, lekin eng zich joylashganlardan biri hisoblanadi. Ushbu shaharda 20 ta tuman bo'lib, ular spiral shaklda joylashgan hisoblanadi. O'rtacha parijliklar har kuni 6 kilometr piyoda yurishadi. Kruassan aslida Avstriyadan kelgan bo'lib, uni Parijga qirolicha Mariya Antuanetta olib kelgan. Shahar bo'ylab 9000 dan ortiq kafe mavjud bo'lib, parijliklar ertalab faqat qahva va nonushta bilan kifoyalanishadi. Ko'chalarda bepul ichimlik suvi fontanlari bor, ba'zilarida hatto gazlangan suv chiqadi. Parij ko'chalari bugungi tartibli ko'rinishga 19-asrda kelgan baron Osmon davrida. O'sha paytgacha shahar tor va qorong'u edi. Osmon keng ko'chalar, daraxtlar va xiyobonlarni barpo ettiradi. Shu sababli bugun Parij eng chiroyli ko'chalar shahri ham deb ataladi. Parijda hayot aynan ko'chada kechadi. Odamlar kafe oldida o'tiradi, suhbatlashadi, gazeta o'qiydi. Har bir burchak musiqa, san'at va iforli nonushta hidi bilan sezilib turadi. Bu joylarda vaqt sekin o'tadi. Parij ko'chalari bu tarix, muhabbat va orzular uyg'un joyi. U yerda siz o'zingizni film ichida his qilasiz. Ko'pchilik aholisi ishga piyoda yoki velosipedda borishadi. Bu ekologik madaniyatini juda rivojlanganidan xabar beradi. Parijliklar vaqt qadriga juda ham yetishadi. Ishda jiddiy, ammo tushlikda dam olish ular uchun muqaddas. Parklarda, xiyobonlarda odamlarni o'qiyotganini, chizayotganini yoki musiqa tinglab raqsga tushayotganini ko'rishingiz mumkin. Parij faqat orzular shahri emas, bu yerda hayot qimmat, ijaralar juda yuqori, joy esa doimgidek tor. Shunga qaramay odamlar o'z orzulari uchun kurashadi, ijodkorlar, talabalar va oddiy ishchilar. Parijliklar hayot murakkab, lekin chiroyli degan falsafada doim yashashadi. Ushbu triumf arkasini Napoleon Bonaparte 1806-yilda buyurtma qiladi. U o'z armiyasini g'alabalarini sharaflash uchun shunday ulkan yodgorlik qurmoqchi bo'lgan. Qurilish 30 yildan ortiq davom etadi. 1836-yilda esa yakunlanadi. Arkaning balandligi 50 metr, eni esa 45 metrdan iborat.
Bugungi kunda arka milliy birlik va xotira ramzidir. Har yili 14-iyul Bastiliya kunida bu yerda harbiy paraddan o'tiladi. Turistlar esa arkaga chiqib Parijni yuqoridan tomosha qilishadi va ayniqsa quyosh botish payti ajoyib manzarani guvohi bo'lishadi. Bu ko'cha dunyodagi eng taniqli ko'chalardan biri. Cartier, Dior, Chanel kabi brendlarning bosh do'konlari shu yerda joylashgan. Ushbu ko'cha 2 kilometr uzunlikdagi xiyobon Eyfel minorasigacha cho'zilgan. Har yili minglab sayyohlar keladi. Bu joyda xarid qilish go'yoki san'atga aylangan. Var aldadır. Bu joyni moda ixlosmandlari Haute Couture Avenue deb ham atashadi. Dior, Chanel, Givenchy, Valentino, Celine butiklar ham shu yerda joylashgan. Ko'cha Eyfel minorasiga yaqin joylashganligi sababli sizga romantik muhitda xarid qilish imkoniyatini beradi. Parij ko'chalari bu oddiy yo'llar emas. Bu tarix, bu san'at va muhabbat. Har bir ko'chada musiqa, har bir burchakda esa ilhom yashiringan go'yoki. Parijni tushunish uchun uning ko'chalari bo'ylab yurish kifoya. Rahmat qizim.
aslida vaqtincha qurilgan. 1889-yilgi ko'rgazmadan so'ng buzilishi kerak bo'lgan minora hisoblanadi. Keyin yana bitta ma'lumot, minora yozda temir issiqlikdan kengaygani uchun minoraning balandligi 15 santimetrga yanada ortadi. 10 ming tonnadan ortiq vaznga ega va 2,5 million mix bilan biriktirilgan. Dastlab ushbu minorani parijliklar yoqtirishmagan va shaharning eng xunuk joyi deb atashgan. 1889-yilda Parijda o'tkazilgan Butunjahon ko'rgazmasi uchun qurilgan bo'lib, loyihani Gustav Eyfel boshchiligidagi muhandislar yaratgan. Qurilishi atigi 2 yil, 2 oy va 5 kun davom etgan taxminan. O'sha davr uchun bu hayratlanarli tezlik hisoblangan. Avvaliga parijliklarni ko'pimiz temir qo'ziqorin deb ham atashgan, lekin bugun u Parijning eng sevimli ramziga aylangan. San'atning markazi hisoblaniladi. Dunyodagi eng yirik va qadimiy muzeylardan biri. Dastlab qirollik saroyi sifatida qurilgan 17-asrda. Hozirda bu yerda 35 mingdan ortiq asar saqlanadi. Eng mashhuri Mona Lisa. Piramida shaklidagi kirish qismi 1989-yilda arxitektor Leo Ming-pei tomonidan yaratilgan. Har kuni minglab odamlar bu joyga tarix bilan yuzma-yuz bo'lishadi.